Assalomu alaykum Chorvador aka-uka opa-singillarimizga ertalabdan Xudo xohlasa ehson bilan yetadigan yaxshi chiroyli videolarni qilib beramiz. A'lo Chorva YouTube kanalimiz obunachilariga, hurmatli obunachilarimiz uchun Xudo xohlasa yana bitta akamizni, Sardor akamizni xonadonidan yangi video. Xudo xohlasa YouTube bo'g'ozlaridan, ustuvor bo'g'ozlaridan ola-qoralar sifatli o'zimiz javdari yaxshi mollardan ko'rsatamiz. Xudo xohlasa bugungi 21-avgust 2026-yil Andijon viloyati Shahrixon tumani O'rta Shahrixondan akalar o'zimiz sifatli yaxshi javdari mollarni zo'rlaridan berib yuradi. Shulardan sizlarga ham videoda mana ko'rsatyapmiz. Endi zotdor boqadiganlardan aytib degan umiddamiz. Chunki ochig'ini aytish kerak, bitta zo'rini puliga ulardan ikkita tashlasanglar haqiqatda daromad yaxshi. Buni ochiq-oydin aytish kerak. Endi kimdir sifatiga, chiroyiga qiziqib boqadi, lekin ular molni xotin qilmaganlardan keyin ulardan asosiysi foydalanish bo'lgandan keyin vaqt ko'rish kerak bunaqalarni akalar. Xudo xohlasa soniga qiziqadi, sifatiga emas, soniga qiziqadiganlarga zo'r video bo'ladi bugungi. Bo'lmasam Sardor akamdan bitta ma'lumotlarni olaveramiz. Assalomu alaykum video ishqibozlari, a'lo chorvani ishqibozlari, uch bosh yaxshi chorvamiz bor. Ko'ringlar, yoqtirsalaring, kelishtirib yo'lda qilib sotamiz xudo xolasa. Ma'lumotlar yoqsa ekranning nomerisiga aloqaga chiqib so'radi Sardor aka. Ha, xudo xolasa. Sizdan boshlab o'rgansin. Mana shu molimiz hop, ikkita tuqqan oldi, hozir uchinchisiga. Orasidan uchinchisiga bo'g'oz. O'zi qilingan, aniq bo'g'oz 3 oydan o'tgan. 3 oydan hozir 6 litr suti bor, 2 mahal sog'ilyapti. 6 litr suti bor akalar. Diblam netilgan yo'q. Sog'ilgan holatda ko'rsatyapmiz hozir mollarni. Ko'rsatyapmiz. Bularni 2 mahal sutini diblab olib chiqishga kerak yo'q. O'zi chotiga sinmay ketadi unaqa bo'lsa. Borganda ustiga aytilgan gaplarga, bo'g'ozligiga, yeb ichishiga garantiya beriladi. Biz 6 ta deyapmiz, 5 taga ko'rib olsa ham bo'laveradi. Endi suti oxirida bo'g'ozligiga, sog'lomligiga garantiya beramiz. Sutini bittaga tushirib qo'yish ham 10 taga ko'tarish o'zini qo'lida. Hali 3 oylik, 6-7 oygacha sog'ib ichsa bo'laveradi. Ya'ni 3 oy to'la sog'sa bo'laveradi. Testlarni ko'rsatib yetaverasiz. Sog'onlarni katta ko'rish bormasin. 120 plyusdagi mol. Ya 130 emas gap ochig'i, to'g'risida. To'g'risini aytgan yaxshi. Lekin 120 dan baland chiqadi. 120 dan baland. Tishlarni ham ko'rsatib qo'yamiz. Mana tishlari mana. Katta. Ikkita tuqqan, uchinchisiga do'ramiz. 6 kilo emas, 8 kilo mana. 8-chilarni endi chiqayapti. Yetkizib bo'ldi. Yelan holatlari zo'r. Mana yuvoshinglar sog'ib beramiz endi. Ya, anaqa ustamasimiz mana sog'ib, mana hammasidan sut chiqadi mana. Mana. Do'royini sog'. Yuvosh. Mana. Hozir 6 litr sut beryapti. Qanda 10-15 tagacha sutini olsanglar bo'ladi. Yaxshi boqib ratsionlarda boqsanglar. Bulardan ham keyin o'zimizni hashaki mollar ham oddiy buqaga qo'yilmayapti. Chunki zotdor o'sha pul olishini hamma bilib qoldi. Sardor aka. Ha, shu sun'iy endi biz ham olganmiz, egasi shu anaqa sun'iy ravishda qo'yganman deb shunaqa degan. Aslan o'zi kichkina hashaki molga qo'yib anaqa qo'limiz bilan qo'ymaganmiz, lekin egasi shu sun'iy ulqa qo'yganman uka deb bergan bizga ham. O'zi hammada shunaqa bo'lib qoldi, unaqa. 10 kun lekin kecha bugun olingan molimiz emas. 10 kun sog'ib ichib mol sinab qo'ydik. 10 kundan beri qo'limizda turibdi mol. Gap yo'q, mol sifati zo'r ekan. Yeb ichishi o'zi bilinib turibdi, qonni. Qonlarni ko'ryapsizmi, qonlarni chiqib turganini mana. Janob. Mol sifatini ko'ringlar mana. Sifati zo'r, ola qorasidan sigir qilaman deganlarga mana. Sardor aka narxi nechi pul? Narxi endi 25 million demoqchi edim. Birinchi marta qo'yapsiz kanalingizga. 24 million berilsin, yana kami bor. 24 million. Vodiy bo'ylab dastlabkasini qilib beramiz. Vodiy bo'ylab dastlabkasi bor. O'zbekiston bo'ylab aloqaga chiqarsa, kelishgan holatda qilib beraveradi xudo xolasa. Molni lekin iymasi bor. Hali kuch mol. Yo'q, unaqa mol emas. Mol emas. Ajjanob. Orqalari korobka. Ko'tibana xudo xolasa liniyasi bor. Kallalari ham chiroyli. Yoshligi ham yosh, hali yana 10 ta tug'adi xudo xolasa hali yana. Tug'adigan mollarda. Endi ikkita tuqqanmiz, yana 10 ta bolasini olasizlar xudo xolasa. Birinchi molimiz akalar. Bu birinchi molimiz. Bo'lsa aloqaga chiqarasizlar, molni lekin sifatli. Ko'tipasi mol emas mana, ko'rishsin. Mana, ko'rishlar bo'ladi. Yaxshi boqib bolasini olib, endi bitta bola tug'ib bergan yaxshi bola. Xudo xolasa. 2 oy emdirib turib,
18-19 sotib qo'ysa bo'ladi. Enasi bekarga qoladi. Enasini olasi so'yib yuboradi. Ikkinchi molimiz. Ikkinchi molimiz. Suti bor bo'g'oz-a. Bu ham suti bor. Suti bor bo'g'oz kalpat svetidan so'raganlar. Bu ham 2 mahal sog'yapmiz biz qo'limizda. 2 mahal sog'yapmiz. 7 litr suti bor hozir mol jonivorda. Lekin 4 oydan o'tgan bo'g'oz bu. Bo'ylari ham 1.25. 1.25 chiqadi buniki lekin. 1.25 Chiqadi buniki. Onalar to'rayo'lini to'rtta joyda. Belilari ham juda yuvosh jonivordi mana. Ko'ring-da mana. Opasi mazaq sog'adi. Tek. Mana. Yelilari juda yumshoq jonivordi mana. O'tirib oladi, bemalol sog'averadi mana. Sutdan zo'r chiqar ekan. Mana. 2 minutda sog'ib beradi. Mana. Qattiq yedan unaqa emas, qiynalmaysizlar, borgandan ko'raverasizlar. Buni ham liniyasi bor, xohlasa. Bu molimiz bitta tuqqan, ikkinchisini tug'adi, qonda ikkinchi bolasi. O'z bilinib turibdi, yosh ekan. Shina ochib ko'rsatib ko'ramiz. Sifati zo'r, xohlasa. Kalpachi yeridan mana. Keja. Mana ishlar. Bo'g'ozga necha oylik? Mana. Bo'g'ozlik 4 oydan o'tgan. 4 oydan o'tgan. 6 kurak ekan mana. Kichkina ishlari ham turibdi hali mana. 6 kurak. 6 kurak. O'zashi ham turibdi mana. Ikkinchisiga rost mana bo'g'oz. 4 oydan o'tgan, uzi qilingan video syomkalari bor. Tashlab beramiz agar videosi kerak bo'lsa. Apparatga borgandan keyin tekshiraverasizlar. Aytilgan bo'g'ozligiga основной garantiya beriladi. O'zi apparat 5 yoki yog'ini aytishi mumkin. Hamma doktor ham xil aytadi, lekin molda asosiy bo'g'ozligiga javob. Molda sifati zo'r. Sifati zo'r, xudo xolasa. Buni ham beraylikmi? Shoxlari ham kelgan ekanda. Hamma yo'q kelgan moldi, xudo xolasa mana. O'zi ham otga o'xshab kishnab turadi jonivor. Birinchi qarashda xudo xolasa klient o'rgatishga arzon qo'yiladi, orqalarini ko'rasizlar. Kvadratov yotibdi. Yani endi sutga kirishni boshlayapti. Ikkinchisi tug'ishdi, o'zi uchinchilarida yaxshigina sut beradi bu mollar. Ha, xudo xolasa endi birinchisi endi buni hozir, ikkinchisini tug'adi, yaxshi baqsa usti yana ko'payaveradi jonivorni. Puliga necha pul aytamiz Sardor aka? Puliga 25 emas, 24,5 berishsin, kami bor. Vodiy bo'lib dastavkasi ham bor. Bu 24 ga o'tib berasizlar. Telefon qilish olsin, kelishamiz xudo xolasa. Bo'laveradi, aloqa qilib ko'rasizlar. Molga lekin startiga nisbatan zo'r narx bo'ldi. Oldi qochisi yo'q, bu yerda yaqin qilib narx aytilyapti. Bozor emas chunki. Mo'ljalimizdan jichcha oshib aytyapsiz, xo'p, ko'paytganimiz yo'q, gap ochib. Qimmatlatganimiz yo'q. Endi bular 27-28 kam bor deyishni foydasi yo'q, to'g'risida. Narxi zo'r Sardor aka. Birinchi qarashingizga obunachilarga yana ham bonus qilib bersangiz zo'r bo'ladi. Xudo xolasa. Klient o'rgansa yana ham so'rashadi. Ha. Mol lekin tekisi zo'r mol ekan. Mana shu mol birinchi tug'ishga xonasini bo'lsa ham 28-30 qo'yiladi. Men o'zim qo'yaman-da, menda ham mashaqalari bor. 28-37. 3 oylik bo'g'ozni ham 30 million kam bor deyishyapti mana mollar. Mollar yaxshi, sifati zo'r. Narxlar ham chiroyli bo'ladi. O'zingizlar ham kommentariyada yozib ketsanglar bo'ladi. 3-molimiz yepiy bo'g'oz. 8 oydan o'tgan bunisi. 8 oydan o'tgan, 1 oy. 1 oy abadi tug'adi. 1 oyga beraveraylik, 1 oy tug'adi xudo xolasa. Jonivor taylari chandiri zo'r ekan. Tug'dirib sotaman degan savdogar akalarimizga ham tushaveradi, muqaddam chandirin jonivorni. Muqaddam. Tug'dirib sotaman degan ham tushaveradi. Gapi arzon beradi, o'z bozorida mashinalarga sotasizlar. Endi bu jonivor biz 1,5 oydan beri baqyapmiz. Bizda tashqi dehqonchilik bu. Kecha ilgaki olingan molimiz emas. Yo'q, chiroyli. Hamma yo'q. 15-20 tut beradigan. Asosiysi ratsionda baqish kerak. To'rot tutay sog'ligiga, yeb ichishiga garantiya beramiz. Behijolat hamma yo'q. Butun, xohlasa mol ikkita tuqqan, shunisiga 8 kurak. Kishini ochib beramiz, uni ko'raveradi mana. Mana tishlari. Mol eston. Tishlari katta mana unaqa bosgan, yalagan, falagan emas. Tapat ketishlar. O'zlari uchun ko'roylar. Akalar molda liniyasi bor, baland. Tekis, chiroyli mol. Boqaman deganga havasga boqadigan yaxshi mollar xudo xolasa. Bundan tushadigan bola, xudo xolasa. Xudo xolasa. O'ziga o'xshagan xonani tug'ib bersa ham 15 millionlik xonani tug'adi. Gap yo'q, lekin mol eston, buni ham sifati ham zo'r bo'ladi. Behijolat xudo xolasa, endi biz olganmiz, qo'limizni sog'ib ko'rganimiz yo'q, lekin egasi bizga 12-13 ta sut beradi degan. 10 ta bersin xudo xolasa, tug'ib bersa salomon. 10 ta bersin. O'zi idish ham aytdi. Mol, misol, necha molvoz bo'lsa, tushunadigan odam bo'lsa, chandirini ko'p biladi o'zi, to'g'risida. Bo'lmasa buni yaqinlashtirib olsa ham yaxshiga foydasi bor. Ha, 15 kunga balki boqib qo'ysa bu jonivorni zo'r tay soladi. Bu qarang jonivorni. Xoltasi katta ekan. Bu qarang jonivorni. Qonni ham katta, egizak tug'ib beradi. Bu qarang jonivor, chandirini qarang.
Mana Chandr bo'lsa keyin sut beradi, to'g'rimi Muhammadali? To'g'ri. Gap yo'q, so'rang. Narxiga nechi pul aytamiz? Endi ko'ryapsiz, bozorda bolasi tegib qo'ygan molni ham falon pul deyishib yuboryapti-da. Bu jonivor 8 oylik. 1 oyda xudo xohlasa sug'ib beradi. 30 emas, 28 million so'm berishsin, yana kamaytirib beramiz. 28 million kami bor akalar, aloqaga chiqaverasizlar. Mol yaparligini ko'rasiz mana. Tapaloq, baquvvat zo'r mol ekan. Hali 10 ta, 12 ta bolasini olsanglar bo'ladi. Qonni ham bekyapti, o'ta katta. Egizak tug'bersa, omadinglar xudo xohlasa, yaxshi niyat qilib olaverasizlar. Olgan odam baraka topsin. Jonivorni bu mana shu yuvoshigiga qiqishaversa muqani jonivorni mana. Bir o'shab turgan yo'q, tepasidan ham turib qimirlamaydi jonivor mana. Yuvoshigiga qiqishaversa buni. Gap o'ta beg'ubor, zo'r mol. Turishlarini qarang, jonivor otga o'xshab kishnab turadi. Olib maza qilib sigir qo'ydilar akalar. Tavsiya qilamiz, 28 million kami bor. Xolos tortishganimiz uchun narxlar chiroyli qilib aytib berdi. Telefonda aloqaga chiqib kelishaverasizlar xudo xohlasa. Mollar lekin sifati zo'r. Turishlari hamma yo'g'i cho'tki. Akalar, e'tiborlar uchun rahmat. Ketkizgan vaqtinglarga rozi bo'lasizlar. Obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan chiroyli zo'rlarini Sardor akam bilan boshqa aka-ukalarimiz bilan sizlar uchun chiqarib berishda davom etamiz. Hammalariga kattakon rahmat. Mollarimiz xudo xohlasa sifatiga hamma yo'g'iga garantiya beriladi. Uylarga sog' salomat yetib boradi xudo xohlasa. Hammalariga katta rahmat.